Janoza. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist vafot etdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, o'zbek sirk san'atining mashhur namoyandasi Olimjon Toshkenboyev 81 yoshda vafot etdi. Bu haqda Madaniyat vazirligi xabar berdi. Olimjon Toshkenboyev uzoq yillar davomida O'zbekiston dorbozlari guruhida rahbarlik qilgan va milliy dorbozlik san'at sohasida samarali faoliyat yuritgan. Uning rahbarligidagi O'zbekiston dorbozlari guruhi ko'plab xorijiy mamlakatlarda, xususan Polsha, Germaniya, Misr, Belgiya, Gollandiya, Shveysariya, Braziliya, Argentina, Kolumbiya, Ekvador kabi mamlakatlarda katta muvaffaqiyat bilan o'z san'atini namoyon etgan. U o'zbek sirk birlashmasida rejissyor lavozimida samarali faoliyat yuritib, ko'plab shogirdlarni yetishtirgan. Marhumning oila a'zolariga va yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang.